Shayton yolg'on va ushalmas orzular bilan aldaydi va chalg'itadi. Insonni baxtsiz va omadsiz qiladigan, uni ojiz va zaif qiladigan, uni kambag'allikka eltadigan narsalarning barchasi o'ziga rom qiluvchi bo'lib, ko'ngil xushlik qiladigan, kayfu safo beradigan va vaqtini behudaga tez o'tkazaveradigan ishlarni uning ko'ziga ziynatlab qo'yadi. Natijada inson ko'ngliga yoqadigan, unga huzur halovat beradigan va vaqtini xush kayfiyatla o'tkazaveradigan ishlar bilan ovora bo'lib, o'z hayotiy maqsadlaridan chalg'ib qoladi. Mana shu mezon amallarni qaysi biri shaytoniy ekanini ajratib beruvchi o'lchovdir. Buning aksi o'laroq insonni kuchli va ma'rifatli qiladigan, uni oqil va dono qiladigan, obro' e'tiborga va hurmatga uni loyiq qilib, xudojo qiladigan ishlarning barchasi zerikarli, qiyin va mashaqqatli, kuchli iroda va chidamlilikni talab qiladigan, sabr va matonat talab qiladigan ishlarda inson o'z baxt va saodatini va omad va muvaffaqiyatini quchishi ta'minlangandir. Alloh subhanahu va taolo har bir kishiga bir xil qilib bir kunda 24 soat vaqt bergan. Haqiqiy oqil shu vaqtini baxt va saodatiga va omad va muvaffaqiyatiga erishtiradigan ishlarga sarflagan kishidir. Tavfiq Allohdan.